Ana bo'lmasam do'stlar, Barselona agar Julian Alvaresni Atletico Madriddan sotib ola olmasa, B variant sifatida Lautaro Martinezni jamoaga olib kelmoqchi. Shu yerda sahifamga obuna bo'lib qo'ying, chunki futbolga oid eng zo'r kontentlar mana shu yerda. Demak, men videoni boshladim. Lautaroning Barsa safiga kelish haqidagi g'alati transfer haqida aytilmayotgan gaplar mana bular. Julian Alvares transferi tobora murakkablashib borayotgan bir paytda El Demarcue va Mundo Deportivo kabi ommaviy axborot vositalari Hansi Flick va Deco yoqtiradigan B reja sifatida Lautaro Martinez ko'rilayotganligini xabar beryapti. Ammo bu transfer juda ham g'alati bo'lishini isbotlovchi 4 ta sabab haqida gaplashamiz. Avvalambor Barselonaga sof hujumchi kerak. Jamoa bunga juda ham muhtoj. Jamoadan Lewandowski va Ferran Torres ketganidan keyin Gordon, Adeyemi yoki soxta 9lik bilan qandaydir tarzda o'ynash mumkin, lekin barcha sovrinlar uchun kurashmoqchi bo'lsang, albatta haqiqiy markaziy hujumchi kerak. Lautaro Martinez kabi so'nggi 5 mavsumning har birida 20 tadan ortiq gol urgan hujumchi yomon variant emas. Ammo ikkinchidan uning profili juda ham boshqacha. Aynan mana shu yerda bu transfer juda ham g'alatidek tuyuladi. Chunki Flick bilan Deco kerakli futbolchilarni emas, ma'lum bir profillarni qidirishmoqda. Shuning uchun Julian Alvares kelmasa, bir reja Lautaro Martinez bo'lishi mumkin. Bu esa menga juda g'alati tuyulyapti, chunki Lautaro va Julian Alvares bir-biridan ancha farq qiladigan markaziy hujumchilar. Julian ko'proq harakatlanadi, maydon bo'ylab ko'proq ishlaydi. Lautaro esa markazda ancha ko'proq qoladigan futbolchi. Uchinchidan, uning transfer summasi juda ham qimmat. Inter o'z sardorini shunchaki qo'yib yubormoqchi emas. 29 yoshli futbolchi uchun Barselonaga Inter 100 million so'ramoqda. Sizningcha bu narx Lautaroga arziydimi yoki yo'q, yozib keting. Bunday pulni deyarli 29 yoshga to'layotgan bir reja futbolchisiga berish mantiqan to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun menimcha Lautaro haqidagi xabarlar turli ommaviy axborot vositalarining katta shov-shuvli xabarlaridan biri bo'lib chiqishi ham mumkin. 4-sababini aytishimdan oldin esa bir narsani eslatmoqchiman. Sahifamga obuna bo'lib qo'ying, chunki futbolga oid eng zo'r kontentlar mana shu yerda. Aytgancha biz 200 mingta bo'lishimizga esa juda ham ozgina qoldi. Bu yo'lda esa sizning yordamingiz menga juda ham zarur. 4-dan haqiqiy alternativ boshqa ommaviy axborot vositalari B reja sifatida esa Mika Utadzeni ko'rishmoqda. 25 yoshli gruziyalik hujumchi Villarreal safida o'ynaydi. U o'tgan mavsumda 15 ta gol urdi. Euro 2024 turnirining eng yaxshi to'purari bo'lgan va eng muhimi, uning profili Julian Alvaresnikiga ko'proq o'xshab ketadi. Mehnatkash, harakatchan va jamoadoshlari bilan yaxshi hamkorlik qiladigan hujumchi. Bundan tashqari esa futbolchining transfer qiymati Barselonaga juda qulay kelishi mumkin. Julian Alvares transferi esa hali davom etyapti. Agar Atletico Madrid Julian Alvaresni Barselonaga qo'yib yubormasa, futbolchi ularni sudga bermoqchi. Hozircha Julian transferni majburlash uchun klub bilan kelishmovchilikka borishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalib ketdi. Ammo Ferran Torres ketganidan keyin Barselona albatta bir rejani izlashi shart bo'ladi. Sizningcha yangi mavsumda Barselonaning markaziy hujumchi rolida qaysi futbolchi bo'lish kerak? Mika Utadze, Lautaro Martinez yoki Julian Alvares? Izohlarga albatta fikrlaringizni yozib qoldiring.